Assalomu alaykum qadrli obunachilar, Adem Master Cherry obunachilari. Bugun sizlar bilan qilib o'tayotgan obzorimiz, ko'rib o'tayotgan obzorimiz Ariza 6 modelimiz bo'ladi. Chunki bu modelimizga juda ham ko'plab shart-sharoitlar, usloviyalar deydi-ku, ashlar ochilgan. Mana ko'rib turishingiz mumkin. Ariza 6 bo'yicha shuncha mijozlarimiz kelgan. Mashinamiz kundan kunga kamayib boryapti hamda mashinalarimiz yangi parchalari kelyapti. Siz ham shoshilib qoling va o'z avtomobilingizni xarid qiling. Keling qisqacha bo'lsa ham Ariza 6mizni bitta ko'ramiz. Ariza 6 avtomobilimiz mana shu opamizga o'xshab juda ham chiroyli avtomobil hisoblanadi. Assalomu alaykum. Sizdaqa go'zal avtomobilni odamlarga obzor qilib ko'rsatmoqchiman. Bugungi obzorimizda Ariza 6 avtomobilimizda birinchi pozitsiyasi, ya'ni atmosferni pozitsiyasi hisoblanadi bu. 1.5 motorlik atmosferni metan ham, propan ham bir xil tushadi bu avtomobilimizda. Oldi faralari LED premium faralar bo'ladi. Bu yoqlari ham LED, oldlari chisti Lexusga o'xshaydi. Mana shunday firmenniy Adem Master podnomerniklar beriladi sizga. Motor mashinamiz dvухслойный отсинкованный metal hisoblanadi. Metali qalin, zanglamas, chirimas. 3 yil kafolat yoki 150 ming kilometr. Sizga juda ham qulay bo'ladi. Tak, oldilaridan sal ko'rib o'tdik. Endi baloniga bir e'tibor berib o'tamiz. Balonlari o'zi shunaqa diskada bo'ladi. Tarmozning diskalarni ko'ryapsiz. Balonlarimiz juda ham mana ko'rsangiz, yangi balonlar zavod tomonidan yumshoq balonlar taqdim etiladi mana. Yangi hali 0 probegli Ariza 6 yangi pozitsiyasi. Oldlarini bitta tonirovka qilasiz. Mana shunday qora lukchalarda, mana shunday qora avtomobilchalarni o'tirasiz. Bits qilib shaharda yuribsiz aka. 5 ключевой достуp. Birdan ko'rsatib o'taman. Salon qismichamiz bitta e'tibor bering. Salon qismimiz полностью qarang, qanaqa ko'rsadan ishlangan. Qo'lingiz bilan shunday ushlab ko'rsangiz, juda ham zo'r bo'ladi. Salonlarni bitta ko'rsatib o'ting. Hozir ichlarini ham bir tushuntirib o'taman. Bismillah, men o'tirib ko'rsataman-da. Tak. Mana bering, men o'zim bitta tushuntirib ko'rsatib, salonga bo'ladi, qaranglar. Ikki xil rejimda yuradi, Eco Sport rejimida yuradi. Tayib ketishlarga qarshi funksiyalari ham bor. Cruise kontrolchamiz bor, multi rul, kattagina monitor, korobkasi avtomat, ovozda past baland qilayotganlari, elektron ruchnik, avto hold. Mana ko'rasizlarmi, o'zi yonadi mana. Ko'rasizlarmi, ruchnik tortiliq hisob. Podstakanniklar, endi esa salonni o'zini qismini masalan, mana ko'ringlar qanday juda kattagina, ixchamgina, shinamgina avtomobil hisoblanadi. Bu avtomobilimiz 2026-yil yangi kuzov hisoblanadi. Chunki 2000 kuzovlari hech qaysi o'zi ham akustikalari ham juda zo'r ishlab chiqarilgan. Mana salonlarni ham bir ko'ring. Orqa qismlari. Bu avtomobilimizni siz hozirgi kunda naqd yoki muddatli to'lov yoki kreditga xarid qilib ketishingiz mumkin. Orqalarini ham bitta ko'rsatib o'taman. O'tirib arqalari ham juda keng, kojniy sideniyalar bo'ladi. Orqa deflektorlar ham bo'ladi mana. Kondisionersiz USB portlari ham bo'ladi. Orqada misol 3 kishi o'tirib ketsa ham qisilmasdan bemalol xotirjam ketadi-da. Akajon, bosor ekan joymi deb aytasizmi? Lekin bu gaplarni mendan oldin odamlar aytib bo'lishgan. Bu avtomobilimiz hozirgi kunda aytib o'tganimdek naqd yoki muddatli to'lov hamda naqdga chiqadi. Bagaj qismlarini ham ko'rsan, orqa faralarimizga ham e'tibor beramiz. LED premium fara ishlab chiqargan Ariza 6 Pro modelimiz. Bagajning qismimiz juda keng bo'ladi. Xohlasalaring bu yerga 32 talik yoki 45 talik gaz ballonni qo'ysalaring bo'ladi yoki bu yerga 65 talik qo'ysalaring, shaharda esa adashmasam agar 600 talik yurib beradi. Adashmasam agar benzobaklari juda chiroyli ishlangan avtomobil. Akulacha deydi. Tonirovkalarni o'zingizga e'tibor beringlar. Tonirovkalari ham juda chiroyli ishlab chiqarilgan. Hozirgi kunda bu avtomobilimizda siz 25% boshlang'ich to'lov bilan adashmasam agar 2 yilga muddatli to'lov asosida bo'lib o'zini pulini to'lashga xarid qilishingiz mumkin. Agar siz 30% to'lamoqchi bo'lsangiz, 30%ingiz sizga 30 oygacha muddatli to'lov asosida xarid qilasiz. Bu avtomobilimizni yana bir bittasini ko'rsatib o'tamiz. Bu birinchi pozitsiyasi edi, endi full pozitsiyasini ko'rsatib o'taman. Full pozitsiyasi bilan buni anchagina farqi bo'ladi. Chunki mana ko'rib turganingiz, mana bu yerda full pozitsiyasi turibdi. Bu yerda yoshib ko'rsatilgan, yo ustini yopib qo'ygandek. Ikkinchi pozitsiyasi, ikkalasini ham ko'rganlaringda farqi bir xil. Kuzov, motor, ходовой, управляемость, aerodinamikalari bir xil. Birinchi farqi bu diskalarda bo'ladi. Buni diskasi bunaqa bo'ladi, buniki bunaqa bo'ladi. Ikkalasida lekin yumshoq balonlar keti turadi. Tak.
ikkinchi masalamiz 360 kamera. Bu ikkinchi pozisamizda 360 kamera bo'lmaydi. Uchinchi pozisamizda 360 kameramiz bo'ladi. Ikkinchi farqimiz bularda masalan 5 ключевой достуp bularda knopочный bo'ladi. Ikkinchi pozitsiyada, uchinchi pozitsiyada уже sensorli bo'ladi. Slipoy zona, uchinchi pozitsiyada slipoy zonasi bor. İkinci pozitsiyada slipoy zonasi yo'q. Tak. Bunda endi ko'ramiz, mana adaptivniy cruise control deydi buni. Bunda adaptivniy cruise control bor, mana ichkaridan ko'rsangiz, mana adaptivniy cruise control bor bunda. Buni salon qismi ko'rsalang o'zi boshqacha. Обогрев сиденья, электронный ручник, скорость, multirul, двухзонный климат контроль funksiyalari bunda ko'proq. Bunda esa уже adaptivniy cruise control yo'q. Mana adaptivniy cruise control bunda bo'lmaydi. Bunda xuddi birinchi pozitsiyasiga o'xshab salonlarida boshqacha o'zgarish bo'lmaydi. Bunda ham ikkita oldin o'rindiq isiydi, faqat ko'p funksiyalari bo'lmaydi. Uchinchi pozitsiyamiz esa atmosferni, uchinchi pozitsiyasi turbirni bo'ladi. Agar xohlagan komplektatsiya pozitsiyangizda Ariza 6 ni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, marhamat, Adaymaster Cherry Cho'ponotaga tashrif buyurasiz. Samarqand shahar Ulug'bek rastatxonasi Cho'ponota 50 ga. Har doimgidek biz ish vaqtimizni ertalabki soat 9 dan kechqurungi soat 8 gacha mutlaq dam olish kunlarisiz har kun ishlaymiz. Bank, kassa, hamma narsa shu yerda. Faqatgina kelib o'z avtomobilingizni xarid qilib keting. Shoshilib qoling. Xayr, salomat bo'ling.